Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Legioner TV kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Keling do'stlar, birgalikda bugungi rolikka 5000 tadan ziyod like yig'amiz. Albatta bu Legioner TV kanali oilasi a'zolari qo'lidan keladi. Siz like bosib obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Gvardiola yaqinlashib kelayotgan muhim uchrashuvlarda Abduqodir Husanovga suyanmoqchi. Manchester City joriy mavsumda o'zi ishtirok etayotgan 4 musobaqada Angliya Premyer Ligasi, Mamlakat Kubogi, Qarabog'a Kubogi va Yevropa Chempionlar Ligasida bosh sovrinlar uchun kurashish imkoniyatini saqlab turibdi. Josep Gvardiola shogirdlari Angliya Premyer Ligasining 1/8 finalda Newcastle-ga to'qnash kelgan va bu uchrashuv 7-mart kuni raqib maydonida bo'lib o'tadi. Va do'stlar, mana shuni agarda jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada Telegram kanalimizni qoldiraman. Manchester City faoliyatini yoritib kelayotgan cityextra.co.uk sayti ekspertlari Josep Gvardiola bo'lajak uchrashuvda qaysi futbolchilarga imkoniyat berishi haqida ma'lumot chiqardi. Joriy mavsumda kubok o'yinlarida bir nechta ajoyib seyflar amalga oshirgan James Trafford shanba kuni Newcastle Unitedga qarshi o'yinda ham boshlang'ich tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda. Portugaliya terma jamoasi futbolchisi Mateus Nunes o'ng qanot himoyachisi pozitsiyasida juda zo'r o'ynayapti va jamoaning eng muhim futbolchilaridan biri sifatida o'z o'rnini mustahkamlab bormoqda. Shu sababli bu ishonchli himoyachi kubok bahsida ham asosiy tarkibga qo'shilishi taxmin qilinmoqda. Joriy mavsumda Nathan Ake o'tgan yildagi ko'plab jarohatlar hamda jamoadagi transfer o'zgarishlari tufayli nisbatan kam o'ynamoqda, biroq katta g'alabalar tajribasi va Manchester City tizimidagi uzoq yillik tajribaga ega gollandiyalik himoyachi bu mudofaa sxemasida ishonchli o'ynay oladi. Abduqodir Husanov 2025-yil yanvar oyida Lens klubidan o'tganidan beri Manchester City tarkibida qanday qadr-qimmatga ega o'yinchi ekanini bir necha bor isbotladi. Shu vaqt ichida u himoyaning turli pozitsiyalarida ishonchli o'ynadi. O'zbekistonlik futbolchining tezligi va jismoniy kuchi markaziy himoya juftligida mukammal muvozanatni ta'minlashi kutilyapti. Chap qanot himoyasida Ryan Ayt-Nurining maydon qanotlarida doimiy ravishda egallab, ulardan foydalanish qobiliyati Kieran Trippier va Lewis Hall kabi qanot himoyalarining mudofaa imkoniyatlarini ochishda muhim omil bo'lishi mumkin. Uning hujumkor sheriklari bilan uyg'unligi shanba kungi o'yin uchun to'g'ri tanlov bo'lib turibdi. Xullas, Manchester Cityning navbatdagi uchrashuvlari uchun Manchester cityextra.co.uk sayti ekspertlari Gvardiola bilan gaplashgan holatdagi tarkibi. Taxminiy asosiy tarkib: Trafford, Nunes, Abduqodir Husanov, Nathan Ake, Ayt-Nuri, Nico Gonzalez, Reinders, Foden, Sherki, Holland, Semenyo. Zaxira o'yinchilari Gianluigi Donnarumma, John Stones, Ruben Dias, Mark Gehi, Rodri, Bernardo Silva, Savinho, Umar Marmush, Jeremy Doku bo'lishi kutilmoqda. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Newcastle, Real Madrid kabi o'yinlarda asosiy tarkibda maydonga tushadi. Aynan qadrli do'stlar, mana shu o'yinlarni jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozilgan silk orqali rasmiy Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying. Qadrli do'stlar, ana endi asosiy xabarga ham yetib keldik. Xabaringiz bor, hozir Amerika va Eron o'rtasidagi dahshatli urush davom etmoqda. Aynan mana shu urushdan oldin Ispaniya va Amerika o'rtasida biroz ziddiyat kelib chiqdi. Ya'ni Ispaniya terma jamoasi jahon chempionatida ishtirok etmaydigan bo'ldi. Bu degani do'stlar, hozirgi bo'layotgan urushning ta'siri, ya'ni bu degani do'stlar, juda ham ko'p davlatlar ushbu chempionatda ishtirok etmasligi ham mumkin. Do'stlar, batafsil muxbirimiz xabar qiladi. Ispaniya terma jamoasi jahon chempionatida ishtirok etmoqchi emas. Ma'lumotlarga ko'ra, Ispaniya terma jamoasi Donald Trampning mamlakatga nisbatan yaqinni bildirgan bayonotidan so'ng diplomatik munosabatlar keskinlashgani fonida jahon chempionatida ishtirok etmaslik variantini ko'rib chiqmoqda. Amerika siyosatchisi Madrid AQSh harbiy samolyotlariga Eron bilan bog'liq mojaro doirasidagi operatsiyalar uchun o'z harbiy bazalaridan foydalanishga ruxsat bermaganidan keyin Ispaniya hukumatini keskin tanqid qildi. Tramp matbuot anjumanida Ispaniya juda yomon yo'l tutyapti deb bayonot berdi. Ikki davlat o'rtasidagi savdo aloqalarini to'xtatish bilan tahdid qildi. Shu bilan birga u ispan xalqini hurmat qilishini ham ta'kidladi. Manbalarga ko'ra, Ispaniya futbol federatsiyasi diplomatik keskinlik fonida turli variantlarni o'rganmoqda, biroq hozircha jahon chempionatida ishtirok etmaslik bo'yicha rasmiy qaror qabul qilinmagan. Sizningcha Ispaniya terma jamoasi jahon chempionatida ishtirok etishi kerakmi yoki yo'q? Kommentariyaga izoh yozib qoldiring.
Qadrli do'stlar, haqiqatdan ham agarda Ispaniya terma jamoasi mana shu jahon chempionatida ishtirok etmaydigan bo'lsa, bu turnirning hech qanday qizig'i qolmaydi. Sababi hozir favorit sifatida aynan Ispaniya terma jamoasi ko'rsatilayotgan edi. Ya'ni O'zbekiston terma jamoamiz ham, Portugaliya terma jamoalari ham u yerga borib o'ynaganning menimcha foydasi yo'q, ya'ni qizig'i yo'q deb o'ylayman do'stlar. Albatta nima bo'lganda ham o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Hozirgi urushning ta'siri nafaqat Ispaniyaga, balki boshqa davlatlarga ham ta'sir qilmoqda do'stlar. Nima bo'lganda ham o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Dunyo tinch bo'lsin deb qolamiz. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Legioner TV kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.